kadrlarımız matematik mayatlik, pulinaal mayatlikler, mexanik tekrarcılar haqidagi tushunchalarni o'rgangan edik. Bugun darsimizda sizlar bilan laboratoriya ishi, matematik mayatlik yordamida erkin tush tezlanishini aniqlash. Bu mavzuni o'rganish uchun dastlab murojaat qilamiz slaydga. Slaydda shundan boshlab ikkinchi mayatligimiz pulinaal mayatlik. Demak, mana bu mayatlik, mana ko'rib turibsizlar, mustakam ikki osilgan sharchadan iborat bo'lib, og'irlik kuch ta'siri ostida tebrana oladigan jism. Ikkinchi mayatligimiz pulinaal mayatlik hisoblanadi. Bugun ana shu matematik mayatlik yordamida biz erkin tush tezlanishini aniqlashimiz kerak. Ikkinchisiga. Endi mana matematik mayatlik bilasizlar, tebranayotganda uning tebranishlari garmonik tebranishlar deyiladi. Sababi u sinus va kosinus qonuniga muvofiq davriy ravishda tebranadi. Endi onamiz o'rtaga bo'lib bilasizlar, matematik mayatlik. Matematik mayatlik uzun, mustahkam ikki osilgan sharcha og'irlik kuch ta'siri ostida tebrana oladigan jism hisoblanadi. Mana bu yerda og'irlik kuch ko'rib turibsizlar, pastga qarab yo'nalgan hamda teng ta'sir etuvchi kuch markazga tomon yo'nalgan hamda tarang kuchlar ta'sir qiladi. Demak, mana bu ilk kuch bu yerda qaytaruvchi kuch ham deb aytiladi. Mana bu yerda tarang kuchini biz tashkiliy qismlarga ajratib yuboradigan bo'lsak, unda matematik mayatlikning tebranishlar chastotasi formulasi kelib chiqadi. Ya'ni chastotani topish uchun erkin tush tezlanishni uning uzunligiga bo'lib ildizdan iborat edi. Endi formulamizda esa mana bu doiraviy chastotani o'rniga qiymatini qo'yish orqali 2πl taqsim j formulani hosil qilishimiz mumkin ekan. Demak, biz darsda o'rganib chiqqan matematik mayatligimiz yordamida bugun sizlar bilan erkin tush tezlanishini aniqlaymiz. Endi doskaga diqqatlaringizni qaratasizlar. Mana matematik mayatlik yordamida erkin tush tezlanishini aniqlash uchun bizga qanday asboblar kerak? Mana ko'rdingizlar, ipga osilgan sharcha matematik mayatlik. Mana matematik mayatlik. Demak, bizga shtativga o'sha qisqichga mahkamlangan ipga osilgan sharcha chizish kerak hamda sekundometr sifatida biz telefonimizdan foydalansak bo'ladi. Demak, kerakli asboblar qaranglar. Matematik mayatlik, mana matematik mayatlik ko'rinib turibdi. Mana sizlarga matematik mayatlik hamda chizish kerak. Shuning bilan birgalikda mana sekundometr kerak. Endi bu ishlarni bajarishdan oldin uning matematik ifodasini chiqarishimiz kerak. Qanday qilib chiqaramiz? Mana matematik mayatlikning tebranishlar davrini aniqlash uchun mana ekrandan ko'rinib turibdi. T yerda tebranishlar davri, pi o'zgarmas miqdor, bu yerda L ipning uzunligi, J erkin tushish tezlanishi hisoblanadi. Ana shu tebranishlar davri formulasini 2πl taqsim j birinchi formula deb oldik. Endi bu yerda mana tebranishlar davrini topish uchun tebranishlar uchun ketgan vaqtni tebranishlar soniga bo'lash. Mana formulani birinchi, bu formulani ikkinchi deb olib, mana bu ikkinchidagi tebranishlar davri formulasini birinchidagi t ning o'rniga olib kelib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, t ning o'rniga t taqsim n ning kvadratidan iborat bo'ladi. T taqsim n bo'ladi. Endi 2πl taqsim j tenglamani ishlashimiz uchun bu tenglamani ikkala tomonni kvadratga oshirib yuboramiz. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, mana t ning kvadrati, n ning kvadrati 4π kvadrat n taqsim j dan iborat bo'ladi. Bu formulani proporsiya chetkalar ko'paytmasi, o'rtalar ko'paytmasiga teng. Demak, bu yerda t kvadrat ko'paytirilgan j bo'ladigan bo'lsa, 4π kvadrat n ko'paytirilgan n kvadratdan iborat bo'ladi. Bu formuladan j ni topadigan bo'lsak, ozod xatni noma'lum haqoldagi koeffitsiyentga bo'lish orqali erkin tush tezlanishini topamiz. Demak, erkin tush tezlanishini topish uchun 4π kvadrat n kvadrat t kvadrat natijaviy formuladan foydalansak bo'ladi. Bu yerda j erkin tush tezlanishi, bilasizlar, erkin tush tezlanishi Galileo Galilei tomonidan aniqlangan bo'lib, uning qiymati, aniq qiymati qanchaga teng edi? 9,81. Demak, j ning qiymati 9,81
81 metr taqsim sekund kvadratga teng edi. Bugun biz laboratoriya usuli bilan mana shu erkin tushish tezlanishini aniqlaymiz va erkin tushish tezlanishini aniqlab bir nechta qiymatlarni olib, absolyut va nisbiy xatolarni keltirib chiqaramiz. Mana matematik mayatni turibdi, endi bitta o'quvchimiz chiqadi. Kim chiqadi? Sen chiqasan? Birinchi navbatda matematik mayatning uzunligini o'lchab olishimiz kerak. Mana mayatning uzunligini o'lchab oling. Men natijani yozib boraman. Ishning natijasi ne? Ishning qancha ekan? 95. En uzunlik qancha santimetr? 95 santimetr. Endi n baravar 15 marta tebraltiramiz. Mana o'zingiz sekinlamaylik, nolga olib keling. Siz besh 8 santimetr og'dirib qo'yib yuboramiz. Sekund 16 sekund bo'ldi. Ana endi bu orqali n1 deymiz, t1 deymiz. Endi j1 baravar so'roq deymiz. Mana birinchi ish bo'ldi. Endi ikkinchi natijamizda r 95 santimetrning o'zi turadi. Endi n2 ni 12 marta olamiz. 12 marta olib vaqtni aniqlaymiz. Vaqtni aniqlaymiz. Yani. Kaç oldu? 24 sekund. Demak endi J2 baravar so'roq bo'ldi. Mana ikkita natijani oldik. Endi bajarganimizdan keyin demak J1ning qiymatini oldik, J2ning qiymatini oldik. Endi absolyut va nisbiy xatolarni o'lchash uchun J'ning o'rtacha qiymatini olamiz. J'ning o'rtacha qiymatini topish uchun J1 ga J2 ni qo'shib nechaga bo'ladi? 2 ga bo'ladi. Endi har bir o'lchamning xatoliklarini topish uchun delta J1 ni topish uchun demak J o'rtachadan J1 ni ayiramiz. Delta J2 ni topish uchun esa J o'rtachadan J2 ni ayiramiz. Endi ikkita oldik. Endi bu yerda delta J'ning o'rtacha qiymatini topish uchun bu yerda delta J1 minus delta J2 ni 2 ga bo'lamiz. Chunki ikkita natija oldik. Endi nisbiy xatoliklarni topish uchun demak J'ning o'rtacha qiymatini delta J'ning o'rtacha qiymatiga bo'lib 100% ga ko'paytirsak nisbiy xatolik kelib chiqadi. Mana qisqa bajardik. Lekin sizlar o'zlaringiz alohida bajarib, bu ish 3 marta bajariladi. Natijalar olingandan so'ng hisoblash ishlari bajariladi. Hisoblash ishlari bajarilgandan keyin absolyut va nisbiy xatoliklarni chiqaramiz. Demak, shunday xulosa qilamiz. Matematik mayatning yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash uchun biz matematik mayatlikdan foydalanar ekanmiz. Shu matematik mayatlikning tebranishlarini o'rganish orqali erkin tushish tezlanishlarini topishimiz mumkin ekan. Albatta bu qiymat 9.80 bir qiymatga yaqinroq qiymatlar chiqadi. Demak biz tajriba yo'li bilan